Darkly Code. Sayri gulzor ushanda ishqing yurakni yoqar dil beg'ubor ushanda edi bahor o'shanda sayri gulzor o'shanda mehring yurakka yoqar dil beg'ubor o'shanda yurakda yoshlik yana yoshlik beboshlik yana koshki hech ayrilmasak ko'zlarim yoshli yana yurakda yoshlik yana yoshlik beboshlik yana koshki hech ayrilmasak ko'zlarim yoshli yana dardim aytsam til yonar jonim yonar dil yonar sensiz o'tgan kunlarim holiga kim ishonar dardim bor bo'lmasaydi dili zor to'lmasaydi bu ayriliq ko'p yomon qalb armon bilmasaydi yurakda yoshlik yana yoshlik beboshlik yana koshki hech ayrilmasak ko'zlarim yoshli yana yurakda yoshlik yana yoshlik beboshlik yana koshki hech ayrilmasa ko'zlarim yoshli yana uchrashdik yana bog'da yurak qaynagan chog'da istagim sevgan dillar aslo qolmasin dog'da ko'ngil yonmasin kamda unutib o'zni g'amda nima deyin yurakka seni sog'ingandanda bu yurak yoshmi yana muhabbat boshmi yana sevgilim qalbimdasan ko'zlarim yoshmi yana bu yurak yoshmi yana muhabbat boshmi yana sevgilim qalbimdasan ko'zlarim yoshmi yana bu yurak yoshmi yana muhabbat boshmi yana sevgilim qalbimdasan ko'zlarim yoshmi yana bu yurak yoshmi yana muhabbat boshmi yana sevgilim qalbimdasan ko'zlarim yoshmi yana Darkly Code. Ana endi Farruh yangi yilda yap-yangi ijodiy hamkorlik qilayotgan duet o'zini qaynoq ijod mahsullari bilan muxlislarni xursand qilishdan charchamayotgan ijodkorlar bilan suhbat qilsak. Studiyamizda mehmonlar Kamronbek va Kumushxonlar. Assalomu alaykum, yangi yil muborak bo'lsin. Xush ko'rdik sizlarni. Rahmat. Bayram kayfiyati hali ham tark etmabdi, ko'rib turibmiz yuzingizdan. Arimasin mana shu kayfiyatdaymiz. 2025-yil qanday o'tdi o'z sizlarga? 2025-yil juda ham qiziqarli, yaxshi yangiliklarga boy va yangi yil so'ngida juda ham bir biz uchun omad kulib boqdi. Albatta yangi loyiha tashkil etildi. Bu loyihaning rahbari ustozimiz, taniqli shoir Bobur Bobomurod. Biz bundan juda ham xursandmiz. Nasib etsa 2026-yilda juda ham bir chiroyli ijod mahsullarini xalqimizga taqdim etamiz. Xudo xohlasa. Ilgari studiyamizda faqat Kumushxonni o'zlarini ko'rardik. Sizni bugun birgalikda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz va qolaversa ijod mahsullaringiz bilan ham tanishdik. O'ta sho'x, insonga yoqadigan va hayron qolarlisi yil oxirida o'sha hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lsangiz ham, ijodiy hamkorlik qilayotgan bo'lsangiz ham, lekin ijod mahsullari ko'p. Bizda deyarli har kuni studiyaga bordik, ijod qildik. Oxiri tomog'im ko'tara olmay bo'g'ilib ham qoldim. Endi qolgan ashulalarimiz turibdi. Xudo xolasa tuzalib olsak, yana studiyaga boramiz, chiroyli ijod qilamiz. Yangi qo'shiqlar xudo xolasa ketma-ketligi bo'ladi. Yaxshi yangiliklar ko'p.
oldinda hammasi Umuman olganda mana shu duetni kuylashni, umuman guruh qilishda kim taklif berdi? Bu biz uchun juda ham qiziq. Endi albatta bu ustozimiz, prodyuserimiz Bobur Bobmurod takliflari. Qolaversa, biz ikkalamiz ham O'zbekiston davlat konservatoriyasi qoshidagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'at institutida tahsil olamiz. Kumushxon bakalavriat bo'limida 3-bosqich talabasi, men magistr 1-bosqich talabasi tahsil olamiz. Konservatoriya zalida bir ajoyib tadbir bo'ldi, davlat tadbiri. Shunda ikkalamiz ham ishtirok etdik. U vaqtda bir-birimizni tanimas edik, alohida ijod qilardik. Keyin zalda ustoz tomoshabinlar qatorida bo'lgan ekanlar. Keyin men o'sha asarimni ijro etgan vaqtim telefonlariga, kameraga olganlar. Konsert tugadi, ustoz aytdilar, "Yuring" dedi, shu ustoz oldilariga borib bir gaplashib ko'raylik, balki ajab emas, nimadir yangiliklar bo'lib ketsa. Keyin ustoz borib salomlashib gaplashdik. Ustoz bir ijodiy hamkorlik boshlasak siz bilan, keyin bir vaqt belgilab gaplashib oldik va bugun mana studiyada duet shaklida Kamron Kumush bo'lib turibmiz. Albatta ustozimizni fikrlari, sa'y-harakatlari bilan tashkil etilgan jamoa. Endi har bir insonni baribir kirib kelgan yildan umidlari, istaklari, maqsadlari katta bo'ladi-da. Ijodiy jamoa sifatida, duet sifatida bu yil nimalarni reja qilib qo'ygansiz? Rejalarimiz ko'p. Nimalar kutaylik mana yaqin orada sizlardan? Bu sir bo'lib qo'ya qolsin. Oldindan rejani aytib bo'lmaydi degan gap bor-ku. Shunga hozircha surprizlarimiz ko'p bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi yangiliklar uchun doimo harakatdamiz, ijoddamiz va albatta amalini ko'rgan vaqtingiz, "Ha, mana bu ish bo'lgan ekanda" deysiz, nasib etsa. Shunday deyish nasib qilsin, chunki baribir ijodkor uchun o'sha xalqning mehrida bo'lish, e'tiborda bo'lish muhim. Mana shu ijod osmondagi parvoz sizni tark etmasin, baland bo'lsin, yuqori bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Kamronbek, Kumushxon, sizlarni mana studiyamizda mehmon bo'lib turgan paytingizda qo'shiq tinglamasdan qo'yib yubora olmaymiz. Bayramga yana o'zgacha bir kayfiyat berish uchun sizni sahnamizga chorlab qolamiz. Marhamat. Marhamat. Zakli Kod. Shabada aylalab jonga yoqardi, oqshom sokin edi, oyizda soqchi. Maftun boqar edi yorim ko'zlari, dilga yoqar edi asal so'zlari. Shabadada qoldi otash hislarim, yurakni yondirgan sevgi kezlari. Shabadada da shabadada, shabadada da shabadada, shabadada da shabadada, shabadada da shabadada. Shamlarni vaqtni topgan edik, vaqtni sezmadik, uzun tun unutib barcha g'amlarni. Asta silab o'tib bog'da gullarini, atirga to'ldirib qancha yo'llarini. Shabadada kelar yorimdan xabar, bog'lab bir-biriga oshiq dillarni. Shabadada da shabadada, shabadada da shabadada, shabadada
shabadada shabadada da da shabadada shabadada da da shabadada shabadada da da shabadada shabadada da da shabadada Zakli Kurt